Meningit kasalligi bu bosh miya va miyaning orqa qismini yallig'lanishi. Bu shamollash miyadagi bor patogen mikroblarni qo'zg'atadi va ketidan yomon oqibatli kasallikni keltirib chiqadi. Kasali boshi juda ham qattiq og'riydi, ensalari qotib, orqaga tortishi kuchli bo'ladi. Va shu payt qon topshirganda leykotsitlari juda ham baland bo'ladi. Meningit bir xilda meningokok infeksiyasi bilan tarqalgan hisobiga kasallatishi mumkin yoki siroz meningit. Bu miyani o'sha siroz obolochkalari yallig'lanib, kuchli meningit kasalligini kechiradi. Shunda biza meningit kasallikka o'xshash kasallik deb bu kasalni albatta infeksionist doktoriga ko'rsatishimiz zarur. Shunaqa kasalliklarini oxiri yaxshi bo'lmaydi, chunki miyani qancha qismini yallig'lantirib zaharlangani hisobiga miyani ishlash faoliyati, eslash qobiliyatlari insonni yana o'zini holatiga qaytishi juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun uni oldini olib, darhol davolash zarur. Bunaqa kasallik ko'proq kichkina bolalarda 5 yoshgacha uchraydi va 25-35 yoshgacha bo'lgan erkaklarda ko'p uchrashadi. Bu kasallikni oldini olish uchun birinchi o'zini gigiyenasiga rioya qilish kerak. Chochiqlarini, masalan, qo'llarini, idishlarini alohida qilib turib, uydagi tartibni saqlash kerak. Davolashlari yuqumli shifoxonada davom ettiriladi. Yuqumli shifoxonadan chiqqandan keyin nevropatologda turar joyda 6 oy davomida nazoratda turiladi. Qon tahlillarini tez-tez tekshiriladi.